Assalomu alaykum nuriyuzlilarim. Sizlarni kanalimni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun mana shunaqa va'da qilganimdek, mana shunaqa Alize Puffy ipidan uzorlarni birma-bir 9 ta uzorni birma-bir sizlarga video qilib joylab boraman. Bugungi videoyimiz, darsligimiz bug'doy uzori bo'ladi. Men 8 ta 10 ta petlaga 8 ta emas, mayli 10 ta petladan sizlarga bug'doy uzorini qilib ko'rsataman. Buning uchun mana uzorlarimizni, bu tayyor ip mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni ikki xili bor. Turetskisi bor, Xitoyniki bor. Mana bu turetskisida mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ham ilgaklari, mana bu ilgaklari qalinroq bo'ladi. Shunga qarab turetskisini olsangiz, Turkiyani ipida yaxshiroq chiqadi to'qigan narsangiz. Mana hozir 3, 6, 9, mana bu 10 ta. Mana shu halqalarimizni mana shunaqa tekis qilib olamiz. Bu o'zi tayyor shunaqa bo'ladi. Bunga hech qanaqa kurchok kerak emas, spitsa ham kerak emas. Qo'lda to'qiymiz. Mana ipni bunaqasiga o'tkaztirib olay, sizlarga tushuntirishga qulayroq bo'lishi uchun. Bug'doy uzori bu juda ham oson. 3, 6, 9, 10 ta, mana 10 ta bo'ldi. Bu asosiy iplar, mana bu esa 10 tadan keyingilar ishchi ip hisoblanadi. Mana shu ishchi ipimizni har birini bittadan petlani ichidan o'tkazib, mana shunday ko'rinishda tortib olamiz. Birinchisi mana bu, ikkinchisi mana har to'qiganimizda mana shunday qilib petlani to'g'rilab ketamiz. Mana uchinchisiga, 3-petlani e'tibor berishimiz kerak. Petlalar orada qolib ketmasligi kerak. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu bug'doy bir uzorimiz. Eng oddiy uzorlardan biri. Boshlanishiga sizlarga mana shunaqa oddiy uzordan o'rgatishni ma'qul deb topdim, chunki keyingilari ozgina qiyinroq bo'lib boradi, murakkablashib. Har bir petlaga e'tibor berishimiz kerak. Orqada qolib ketmasligi kerak ishchi ipimiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana orqasi tomoni. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu esa oldi tomoni. Mana birinchi qatorimizni to'qib oldik. Iplarimizni mana shunday qilib tekislab olamiz. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Ikkinchi qatorda o'zimizga qulay bo'lishi uchun ipni bu tomonga o'tkaztirib olsak ham bo'ladi. Xuddi shunday yana orqadan oldinga qarab o'tkazib ketamiz. Har bir ipni alohida e'tibor. Bunda faqat e'tibor talab qilinadi, xolos. Mana shunday ko'rinishda to'qib ketamiz. Bu darsliklar sizlarga hadya darslik hisoblanadi. Yaqinda Qurbon hayiti, hayitlik darslik deb hisoblaysizlar meni nomimdan. Mana 3-qatorimizni to'qidik. Mana shunday qilib o'zingizga kerakli nimada to'qib ketaver. Hozir men faqat 9 xil uzorni sizlarga birma-bir darslik qilib joylab boraman. Uzorlarni o'tib bo'lganimizdan keyin
pletda qanaqa boshlanishi qanaqa bo'ladi, tugashi qanaqa bo'ladi, hammasini birin-ketin joylab boraman sizlarga video qilib. Tushunmagan joyingiz bo'lsa kommentariyada yozing, men albatta javob beraman. O'ylaymanki video sizlarga foydali bo'ladi. Agar video sizlarga darsli, manfaatli bo'lgan bo'lsa, duolaringizni ota-onamni duo qilib qo'yishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.